Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ovoz eshitilyaptimi hammaga? Eshitilyapti. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, birinchi xudo xolasa meetupimizni boshlayapmiz. Hamma shu yerda bo'lsa, hali yana qo'shilichyapti. Uje soat 5 bo'ldi. Boshlaymiz. Birinchi mavzuyimiz o'sha gruppaga e'lon qildik. Database connection bo'yicha juda ham nozik masala, juda ham ko'p proyektlarga kerak bo'ladigan masala. Shundan boshladik hozir. Mana Elbek bugun ma'ruza qilib beradi. Marhamat Elbek, boshlayvering. Ko'pchilik buni databasega bo'lgan ulanish, database connection oddiy qaraydi-da. Ya'ni Djangoda nastroykasini qilib qo'ysam bo'ldi deb o'ylaydi-da, lekin backgroundda aslida qanday ishlar bajarilyapti, o'zi connectionlar qanday ochiladi, qanday boshqariladi yoki bironta query yozadigan bo'lsak, tranzaksiya qiladigan bo'lsak. Ekrani share bo'lmaganmi? Yo'q, share bo'lmadi. Ekrani share Yo'q. Hozir. Seli ana screen bor. Window on screen. Ko'rindi ekranim? Ha, ko'rdim. Biz bugun o'sha databasega bo'lgan ulanishlar, o'zi qanday qilib ulanadi, connection qanday ochiladi, keyin connection ochilgandan keyin unga tranzaksiyalar, querylar qanday bajariladi, shular haqida gaplashamiz. Introduction bu qismda, ya'ni introduction qilib, databasega qanday ulanamiz, connection life cycle, ya'ni databasega ulangan, ya'ni ulanishda qancha vaqt davom etishi, connection pool nima va nimaga kerakligi, keyin tranzaksiyalar, querylar haqida gaplashamiz. Buni nimaga muhimligi, ya'ni ko'pchilik o'ylamaydi. Masalan, agar Postgresda database oladigan bo'lsak, Postgresda max connection degan konfiguratsiyasi bor. Masalan, default holatda 100 ta max connection turadi. Agar Django'ni oladigan bo'lsak, Django tasavvur qiling, agar minglab request kelib qoldi, ya'ni har bitta request bitta connection ochadi databasega. Agar minglab request kelib qolgandan keyin u har bitta request connection ochishga harakat qiladi databasega, lekin database 100 tagana connectionni ochishga ruxsat beradi. Qolgan masalan 900 ta connection kutib qoladi yoki error beraveradi. Connection error, ya'ni connection databasega ulana olmadi, connection qila olmadi degan xato berib qoladi. Mana shunaqa muammolari bor. Keyin tranzaksiyalar, masalan, o'zi Djangoda, agar Django misolida gapiramiz, bugun ko'pchilikka Django framework ma'lum bo'lgani uchun, Djangoda o'zi tranzaksiyalar avtocommit holatda turadi, lekin agar biz tranzaksiyalarni yoki masalan tranzaksiyani atomic deb oladigan bo'lsak, bu tranzaksiyani atomic, ya'ni tranzaksiyalari guruhi, ya'ni bitta tranzaksiya ochib qo'yamiz, lekin uni commit qilmay turgan holatda qolib ketdi deylik. Bu holatda ya'ni muammo bo'lib qolishi mumkin. Chunki biz har bitta tranzaksiyani boshlaganda tranzaksiya databasedagi tablisada rowda band qilib turadi. Ya'ni keyin boshqa tranzaksiya uni u rowda ishlatilmay qoladi. O'qiy olishi mumkin, lekin unga ma'lumot yozaman desa, bu boshqa connection, boshqa tranzaksiya tomonidan band qilingan degan xatoliklar berib qoladi. Ya'ni bu deadlock deb ataladi. Mana shunaqa muammolar kelib chiqishi mumkin. NPLs bir querylar bo'lar. Database ulanishga aloqador emas, lekin bu ham ko'p uchraydigan muammolardan biri. Ya'ni ko'pchilik e'tibor bermay ketadi. Bu haqida yana asroda yana gaplashamiz. Bu ham connection to'ldirib qo'yish mumkin. Ya'ni qancha zaprosni noto'g'ri optimizatsiya qilingan bo'lsa, zapros ko'payib ketsa, ya'ni agar masalan select related, prefetch related degan nimalar bor, nima deydi? Funksiyalar bor Django query setda. Agar bular
bular ya'ni n+1 marta bo'lishi mumkin bo'lgan query'larni oldini oladi. Ya'ni har bitta ya'ni nima desa har bitta row uchun borib kelmaydi. Bir marta borib keladi. Bir marta borib keladidan keyin o'zi iterate qilib oladi. Bu yerda ya'ni o'zi backend app database qanday ulanishi haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi connection TCP protokolda bo'ladi. Ya'ni backend application bilan masalan database o'rtasida connection TCP orqali bo'ladi. Ya'ni backend biz agar connection ulanmoqchi bo'lsak, driverlar orqali ulanamiz o'zi. Masalan, PsycopG2 boshqa driverlar. U nima qiladi? Ya'ni serverga, database serverga so'rov yuboradi. Ya'ni IPS orqali o'zi bu server bormi yo'qmi? Keyin server handshake qiladi. Ha, bor degan ma'noda. Keyin backend authentication nimalarni yuboradi. Login, parollar yuboradi va database server tekshiradi. Agar to'g'ri login, parol bo'lsa, o'rtada connection hosil qilinadi. Ya'ni backend bilan server o'rtasida. Keyin connection life cycle. Ya'ni bu connection life cycle bu connectionni qachon, ya'ni qancha vaqt turishi, o'zi qanday ochiladi, qanday yopiladi, shular haqida. Ya'ni o'zi masalan Django misolida aytadigan bo'lsak, har bitta request kelganda biz masalan databasedan ma'lumot o'qishimiz yoki databasega ma'lumot yozishimiz mumkin. Connection qachon paydo bo'ladi? Biz agar databasedan ma'lumot olmoqchi bo'lsak, ya'ni connection ochiladi. Keyin masalan Django ORMda bironta query'lar yozamiz yoki insert, select query'lar yozgan vaqtimiz o'sha tranzaksiya amalga oshadi. Keyin uni tranzaksiya yopilgandan keyin yoki connection idle holatga o'tadi yoki connectionni close qilib yuborish mumkin. Agar biz connection pool'larda ishlatadigan bo'lsak, connection pool bu connectionni o'zida saqlab qoladi. Keyin shu yerda eslatma, ya'ni har bitta request uchun o'zi Django default holatda har bitta request uchun yangi connection ochadi, lekin bu noto'g'ri. Biz shu narsani connection pool'lar orqali har bitta request uchun alohida connection ochmay, connection pool nima qiladi? Ya'ni bironta requestga connection kerak, connection pool'dan bitta connection oladi, foydalanadi, yana joyiga qaytarib beradi. Shunaqa tartibda ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi to'g'riroq yechim bo'ladi. Chunki connection bu qimmat resurs. Har bitta connection uchun database bitta proses bajaradi. Ya'ni qanchadir CPU, qanchadir RAM yeydi. Ya'ni ham ochishga, yopishga vaqt ketadi. Shunaqa tariflari bor. Demak, bitta har bir connectionga alohida worker yaratadi. Shunday desak to'g'ri bo'ladimi? Databaseda har bitta connection uchun database worker yaratadi. Shu workerda masalan connection ochish vaqti, keyin unga connectionga tranzaksiyalar keladi, uni bajarishga, yopishga worker qanchadir ish bajaradi. Shuning uchun biz connection har safar ochib yopishimiz bu noto'g'ri bo'ladi. Shuni oldini olish uchun biz connection pool'larni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bitta connection bu yerda bitta aniq narsa kelib chiqadi. Bu resurs deganingizga worker ochilayotganda ham o'sha memoryda, ya'ni o'sha RAM ga ko'tarib olish uchun ham bu yerda vaqt ketadi-da bu yerda. RAM ga o'shancha qancha miqdorda ma'lumotlarni, o'zini datalarini o'tkazdirib, dastur o'sha yerda ishga tushirib olguncha, demak, har bir workerni yaratilguncha o'sha Linux tizimidan biz bilamiz. Uni ixtiyoriy operatsion tizimlarda bu shunday ishlaydi. Ixtiyoriy worker ishga tushish uchun ma'lum bir vaqt ketadi. Workerni yaratish va kill qilish uchun. Demak, bu yerda mana shu eng katta muammo shu yerda ham paydo bo'ladi-da. Connection pool nima, keyin shularni oldini olish uchun connection pool ishlatamiz. Connection pool nima vazifani bajaradi? Bizga connectionni qaytadan foydalanishga ruxsat beradi. Ya'ni bu connectionlarni database bilan ochiq saqlab turadi, ya'ni idle holatda saqlab turadi. Masalan, qaysi request keladidagin, menga connection ber deydi, beradi, foydalanadi va qaytarib yuboradi.
ya'ni bu yerda connection har safar ochilib yopilmaydi. Connection ushlab turiladi. Misol uchun mana bu joyda rasmga qaraydigan bo'lsak, chap tarafda 1, 2, 3, 4, 5 ta klient bor, lekin 3 ta connection bor. Bu yerda klient bir connection so'raydi, masalan, bu yerda connection birni ishlatadi va joyiga qaytarib keyin klient 2 chaqiradi. Ya'ni bu yerda klient chap tarafdagi klientlar masalan 1000 ta bo'ladigan bo'lsa, ular queue holida, ya'ni navbatda kutib turadi. Odatda tranzaksiyalar juda tez amalga oshiriladi. Masalan, 1 millisekund yoki 2-3 millisekundda bo'lishi mumkin. Ya'ni bu degani connectionni Backend application ushlab turmaydi. Faqat o'zini tranzaksiyasini bajaradi va qaytarib beradi. Ya'ni bu o'rtada proxy bo'lib beradi. Ya'ni primo databasega borib connection ochib yopmaydi. Connection pool orqali ochadi va connection poolga connectionni qaytarib beradi. Ya'ni ikki xil holati bor. Birinchisi database connectionlar, masalan max connection. Databaseda masalan max connection 100 bo'ladigan bo'lsa, connection poolda masalan server connection yoki database connectionni sonini 90 deb qo'yishimiz mumkin-da. Lekin bu yoqda klient uchun connectionlarni 1000 qilib qo'yishimiz mumkin. Bu xohlagan vaqtda keladi, ma'lumotni yozadi, qaytib ketaveradi klientlar. Hozir shuni bir example da ko'rsatib ketay. Masalan, pg bouncerda. Masalan, mana bu narsa full size bu connectionlari soni, ya'ni database bilan connection pool, ya'ni pg bouncer agar hozir eng ko'p ishlatiladigan connection poollardan biri pg bouncer, ya'ni pg bouncer konfiguratsiyasiga qaraydigan bo'lsak, ikkita muhim konfiguratsiyasi bor. Bu yerda default pool size, ya'ni bu connection pool bilan database o'rtasidagi connectionlar soni. Misol uchun men databaseimda connection max connectionlarni 50 ta qilib qo'yganman. Lekin keyin nimaga connection pool 30 tasini ishlatadi. Lekin klient bilan bu yoqdagi klient, ya'ni klient bu yerda Django requestlar bo'lishi mumkin yoki boshqa requestlar bo'lishi mumkin. Klientlar bilan masalan 3000 tagacha yoki 5000 tagacha javob berishi mumkin. Keyin kelamiz. O'zi pg bouncerga connection poollar o'zi Django odatda Djangoda connection pool yo'q deyiladi. Ya'ni Django connectionlarda yoki consistent saqlab turishi mumkin, doimiy saqlab turishi mumkin yoki har bitta request uchun ochib yopishi mumkin. Ya'ni bu Djangoning konfiguratsiyasiga bog'liq. Masalan, biz mana bu joyda agar conmax edge degan nima bor, konfiguratsiyasi bor. Ekranim ko'rinyapti-ya? Ko'rinyapti. Conmax edge degan, agar buni vaqtini biz ko'proq qilib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni request keldi, database connection ochdi va tranzaksiyani commit qilgandan keyin u connectionni yopmaydi. Agar conmax edge agar biz uni 0 dan katta qilib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni connection agar bu yerda 600 turibdi, ya'ni 600 sekundgacha ochiq turadi. Bu nima uchun kerak? Agar bitta request keldi, tranzaksiyasini bajardi, keyin ketdi, ya'ni connection yopilmadi. Izidan boshqa request kelyapti, u ham tranzaksiya qilish kerak databasega. Bu ya'ni connectionni qaytadan ochib o'tirmaydi, ochiq connectionni ustiga ishlatib ketaveradi. Ya'ni Django shunaqa holatda ishlaydi. Uni connection pool'i yo'q aslida. Lekin Django 5.0 dan keyin connection pool qo'shishgan. Bu bu realniy poolga o'xshaydi. Ya'ni bu alohida prosesda bajariladi. Ya'ni bu connectionlarni ushlab turadi. Bu ham ya'ni pg bouncerga o'xshaydi, faqat connection pool faqat Djangoning ichida bo'ladi. Ya'ni threadlar o'rtasida connectionni bemalol share qilish mumkin bo'ladi. O'zi Djangoning o'zini qaraydigan bo'lsak, Djangoda bunaqa nimaga qaytadi? Prezentatsiyaga. Mana Djangoda har bitta request alohida threadlarda, workerlarda bajariladi. Har bitta worker
alohida connection ochadi. Yoki alohida connectionni ochiq holatda saqlaydi, o'sha connectiondan alohida connectionlardan foydalaniladi. Misol uchun biz Djangoda workerlarni 32 ta deb qo'yadigan bo'lsak, bu har bitta worker agar talab bo'lsa, har biri alohida connection ochadi. Yangi qo'shilgan konfiguratsiya bu nima qiladi? Bu yerda Django bilan Postgres o'rtasida turadi, ya'ni mana shu holatda turadidagi connection o'zida hamma connectionlar o'zida saqlab turadi. Ya'ni connectionlarni Python object sifatida o'zida saqlab turadi. Agar qaysidir thread qaysidir thread connection so'rasa, shunga ochiq connectionlarda share qilib turadi. Bu ham pgbouncerga o'xshagan realny connection pool. SQL Alchemy bu ham ko'p ishlatiladigan ORM bo'lgani uchun qo'shib ketdim. Bunda default holatda o'zini connection poollari bor. Keyin yana eng ko'p ishlatiladigan connection pool bu pgbouncer. Faqat Python, Django yoki Python emas, boshqa tillarda Go'mi yoki Java hamma tillarda pgbouncer keng ishlatiladi. Mana tepada qani Django. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, Django har bitta threadga bitta connection ochadi dedik. Bu yerda agar pgbouncer ishlatadigan bo'lsak, har bitta thread connection faqatgina pgbouncer bilan thread o'rtasida ochiladi va thread pgbouncer database bilan alohida, ya'ni yoki bunaqa deb tushunaylik. Mana pgbouncer bilan Postgres o'rtasida bitta connection bor. Bu yerda Django 3 ta request parallel kelgan. Bu nima qiladi? Birinchi connection 1, ya'ni connection 1 ochiladi, tranzaksiya qiladi, yopiladi. Bu pgbouncer bilan Django o'rtasida bo'ladi. Keyin connection 2 bo'ladi. Lekin bu прямой Postgresga connection qilmaydigan o'rtada pgbouncerga qiladi. Ya'ni pgbouncer bu yerda как proxy vazifasini bajaryapti. Hozir bo'ladi, endi sal tushunish qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hozir realny case'da ko'ramiz, ya'ni request, ya'ni load test qilib, shunda tushunarliroq bo'ladi. SQL Alchemy ORM bunda ham shunaqa pgbouncerdaqa ishlaydi, faqat buni arxitekturasi sal boshqacharoq. Ya'ni bu single thread emas, bu asinxron ishlaydi. Ya'ni sinxron ham ishlaydi, lekin asinxronlik funksiyasi borligi uchun mashhur bu. Ya'ni har bitta request alohida sessiya ochiladi va sessiya ichida connection bo'ladi. Bu connection SQL Alchemy pooldan olinadi. Hozir bular endi vizual holatda ko'radigan bo'lsak, e'tibor bersalaringiz, bu yerda PostgreSQL ga hozir bu holatda prama olingan, ya'ni PostgreSQL porti, user, parol. Hozir proyekt run bo'lib turibdi. Endi bunga load test qilib ko'ramiz. Bu host, masalan, birinchi 100 ta test qilib ko'raylik, 100 ta parallel userlarda. Locust degan package bor Pythonda. Agar kimdir bilmaydigan bo'lsa, ma'lumot uchun bir o'qib qo'ysalaring bo'ladi. Bu o'sha load testlarni bajarish uchun qilinadi. Juda ham oson. Orqada Python package chaqirib turib, bitta py faylga bitta skript yozib qo'yiladi. Bo'ldi, mana shunaqa o'zi oyna qilib, o'zi API-laringni bir anaqa qilib beradi, testlab beradi. Mana oddiy kichkinagina skriptga o'zi bitta API tekshirilyapti bu yerda. Test flights degan API tekshirilyapti ekan. Bo'ldi. Mana shu API'larga zapros berib, ya'ni bir vaqtda o'zida juda ko'p zaprosni jo'natib, bu o'sha katta nagruzkaga tizim qanchalik tayyor ekanligini yuritib beradi. Juda ham chiroyli otchetlar chiqarib beradi. RPS hisoblab beradi, eng asosiysi. O'shanaqa reportlarni beradi. Ya'ni qanaqa errorlar bo'ldi u yerda, hammasini ko'rsatib beradi. Ma'lumot uchun endi aytib qo'ydim. O'rganib qo'yish kerak bu. Boyagi
yana database ko'ra olamiz maximum connectionlarni, ya'ni bu nima degani, database qancha connectionlarni ochish mumkin. Ya'ni 50 ta bo'lib turibdi. Endi hozir load testni boshlaymiz. Mhm. Hozir ne ko'rdim? Refresh qilish kerak. Yo'q. Уже 100 tani ko'tarilmayaptimi undan? Yoki database javob bermay qoldimi? Postgres ishlayapti. Many clients. Hozir bitta ham ochilmayaptimi? Hechtadan. Bu yerda hozir nimadan ham borda. Lokas ishlash uchun sizda hozir kompyuterda o'zini resursi ham borda. Bu yerda ortiqcha nima programmalar bor? Yo, hozir mana bu database error beryapti, ya'ni requestlar kelyapti. Ya'ni backend error beryapti. Nimaga unaqa Docker ham bo'lgan? To'g'irlangan. Ko'p connection bo'lib turib xato beryapti-ku. Yuqorida qaysidir filtni ham topolmayapti ekan, o'shaning uchun error beryapti menimcha. Unaqa Yo'q, o'zini o'zi o'zgartirib olaman. Delete topolmayapti ekan. Localhostga chiqarilganmi? Tashqariga chiqarilgan-a? Port. Hozir. Delete the field. Bo'ldi. Markaz oshiryapti. Hozircha bunga javob beralyapti, chunki databasimiz 40 taga yo 50 tagacha connectionlarni qabul qila oladi. Sekin ko'tarilib boryapti. Hozir endi nimani oshiradigan bo'lsak, uzrlar sonini уже javob berolmay qolyapti. Fe'llarni ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana endi too many connectionsga xatolik beradi. Eshityapti. Bu qanaqa Ya'ni errorga hozir biz ya'ni userlar sonini oshirdik. Userlar sonini oshirgandan keyin har bitta user masalan 1000 tagacha user parallel request yuboryapti. Har biri databasedan connection ochishga harakat qilyapti. Lekin database connection to'lib qolyapti. Shuni hisobiga jangoda xatolik berib qolyapti. Faqat qaysidir requestlarga javob beryapti, qolganlari ishlamayapti. Hozir mana bunda login ko'rsa bo'ladimi? Mana agar database login ko'radigan bo'lsak, databaseda ham shunaqa xatolik beradi. Too many clients already.
Ya'ni o'sha databazda juda ko'p klientlar bor, ya'ni connectionlar o'sha ochilgan. Boshqa resurs ishlatolmayman degan xatolik beryapti. Endi buni oldini olishimiz uchun endi ya'ni har bitta request alohida connection ochmasligi uchun biz connection pool'larni ishlatamiz. Hozir mana buni to'xtatib turaylik. Birinchi Django'ni o'zinikini ishlataylik. Django'ni o'zini yangi connection pool'ini. Bu yerda main size 30, ya'ni maksimum 40 tagacha connection pool ishlatish mumkin. Endi testimizni boshqatdan qilamiz. Sразу mingtadan boshlayveraylik. O'zi mana 100 tagacha nimani javob beryapti. Xatolikni ko'radigan bo'lsak, ya'ni bu kompyuter o'zini xatosi, network xatosi, ya'ni Django network javob bera olmayapti. Resurs yetmayapti shunaqa ma'no. Lekin nimani qaraydigan bo'lsak, Django'ning logini har bittasi 200, ya'ni bironta connectionda muammo bo'lmayapti. Hozir 200 ta EPS bo'lsa ham, 200 ta databazeda 200 ta connection ishlatgan yo'q. yo'q, 200 ta ishlatgan yo'q. Bu yoqda ya'ni 200 ta request faqat klient tomonidan ishlaydi. Connection pool bilan Django o'rtasida bo'lyapti. Connection pool bilan database o'rtasida maksimum 40 tagacha connection ochiq holatda bo'lyapti. Realniy vaqtda nechta connection bilan mana bunaqa holatda ko'rsak bo'ladi. database o'zini connectionlarini ko'raylik. Mana hozirgi holatda idle holatda 3 ta connection, aktiv 5 ta connection. Hozir nima qilyapsiz? Ya'ni primerni mingtani indamay ko'tarar ekanda, to'g'ri mingta ya'ni bu nimaga bog'liqda? Ya'ni tranzaksiyalarni ya'ni qancha vaqt olishiga bog'liq. Uzun query yozadigan bo'lsak, insertlarimiz katta bo'ladigan bo'lsa, tranzaksiyaning vaqti ko'p bo'ladi. Keyin bu connection ko'proq ishlab turadi. maksimal qancha connection bergisi, bitta connection bilan biz Windows EPS ga chiqsak bo'lar ekan. Shunaqa. Lekin o'sha Django turgan serverga ham lekin Endi server xarakteristikalariga ularga bog'liq. Endi server xarakteristikasiga qarab PGTune qilinadi. Ya'ni connectionlar oshiriladi, shared bufferlari, o'zini database konfiguratsiyalari to'g'rilanadi, lekin default holatda, ya'ni biz 40 ta connection misolida ko'ryapmiz hozir. Hozir mana Abror G'ozi savol beryapti. Run server emas, Unicorn bilan ishlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Просто mana nimada Pythonda Windowsda Unicorn podдержка qilmaydi-ku, shuning uchun Vitess bor. Endi Docker bilan podдержка qilardi-da agar. To'g'ri, logda hozir ko'rishani bo'ladi. Vitess bormi? O'sha ham yoki Unicorn bilan run qilsa ham bo'ladi. Lekin Vitess ko'raylik, lekin bunda login Vitess ham o'zi nima Unicorndek hozir 32 ta thread bilan run qilyapmiz. Yo'q, pulni o'chirib. Connection pulni o'chirib. Pulni o'chiramiz. Chunki run server o'zi databasega bitta connection beradi-da. Buni chegarasini ko'rmoqchimiz. To'g'ri. Bu holatda lekin mana uni yoqib tursa yaxshiroq bo'ladi, chunki har bitta request alohida. Mayli ochilsin, o'sha anaqani ko'raylik-da. Farqini. Muammosini ko'raylik agar qo'yilmasa. Chunki default qo'yilmaydi, to'g'rimi? Default 0 turadi. Default o'zi 0 bo'ladi. Ya'ni hech qachon ochilgan connection o'chirilmaydi hech qachon. Yo'q, default 0 deganda yopadi. 0 deganda sразу yopadi, to'g'rimi? Agar uni da, sразу yopadi. Endi siz qanchadir time'ga qo'yib qo'ysangiz, undan ikkinchi boshqa request, keyingi request foydalana olishi mumkin bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa, ya'ni bitta threadni ochib qo'yildi, bu thread ushlab turadi connectionni. Ya'ni qancha vaqt, agar vaqt belgilab qo'ysak, mana Conmax Edge'da oshirib qo'ysak, agar bu default holda 0 turadi, ya'ni har bitta request keladi, ochadi, yopadi, ochadi, yopadi deb qoladi. Vaqtini uzaytirib qo'ysak, bu ushlab turadi, ya'ni yopmaydi. Server run bo'ldimi o'zi?
Ha, server ham bo'ldi. Bo'ldi. Bitta tekshirib ko'ring. Ha, hozir bitta narsa qilaveraman, shunday o'chirishim kerak. Signalda Mamajon mana majburiy o'chirib qo'yadi. O'chirib qo'yishim kerak. Alloh qaytadan ishga tushirib ko'raylik. Mita bilan. Shu mita bilan farqini ko'raylik. Bitta nagriza mana video yozayotgan uchun. Xo'p. Bitta degani ham sal yo'q qolibdimi? RPSlar ko'raylik tepadan. Bu fayl уже 68%. Mana nima farqini ko'radigan bo'lsak, o'sha 40 atrofida-da. Ya'ni 40 tagacha baribir conditionni, ya'ni 40 tagacha requestga javob beryapti. Da, run serveridan endi Whitelist va Unicorn deylik, serverda baribir Linux serverida biz Unicorn ishlatamiz. Unicorn bilan baribir run serverda ishlatgandan farqi bor, albatta yaxshilandi, lekin baribir fayllarimiz ko'p. Ya'ni 190 bitta RPS bo'lyapti, 190 bitta zapros beryapti, 146 tasiga javob berolmayapti shuni. Ya'ni 76%imiz fail bo'lyapti. Endi farqini qaraydigan bo'lsak, farqi ham 40 ga yaqinda. Ya'ni bu degani soni connection soni 40 ga yaqin bo'lgani uchun 40 gacha connection ochilyapti, o'sha qolganiga chegara bo'lgani uchun ochilmayapti. Tushunmayapti. Ha, mana shu yerda hozir juda nima masala yaxshi masalani aytib ketdi Abrorjon. Bir xilda shu narsani e'tibor bermas ekan, ko'p real proyektlarda guvoh bo'lib qolamiz. Run serverda production serverda run serverda ishlatib qo'yishadi-da. Ana Dockerda ichiga run server deb yozib qo'yishadi-da. Shunaqa qilib ishga tushirib yuborishadi. Run server rostdan ham o'z database bilan bitta connection ochadi. U run server faqat development uchun ishlatish mumkin. Haqiqiy production uchun Unicorn ishlatish kerak bo'ladi Django serverlarida. Da. U chegaralangan u run server, u polniy anaqa nagruskaga moslanmagan u. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak. Ko'pchilik dasturchilar mana shu narsada xato qilib qo'yadi. Endi Convex Edge'da yoqib qo'yib, ya'ni vaqtini uzaytirib test qilib ko'raylik-chi. Stop qilamiz. Qoldi. Endi buni boshqatdan qilamiz. Endi yana aytaveramiz. Endi bu safar nima bo'ldi? Convex Edge'da vaqtini uzaytirib qo'ydik. Endi bu har bitta request kelganda connection sразу yopmaydigan, connectionni ochiq saqlab qoladi har bitta thread. Bu holatda ham shunaqa. U ochiq saqlab turgan holatda ham baribir ham 40 ta conditiongacha ochiq saqlab turadi. 40 ta conditiongacha javob beradi lekin. Hozir boyagidan nisbatan salgina yaxshilandi-da. 120, 170, почти 50. Endi page bouncer bilan qilib ko'ramiz. Hozir. Yana farqlarni ko'rish uchun-da. Page bouncerda bu o'chirilishi kerak. Keyin server side kursorda ham o'chirib qo'yishimiz kerak. Keyin page bouncerda default porti 6432 bo'ladi. Qolgan database xarakteristikalari bir xil. Ya'ni page bouncerda nima bilan Docker Compose bilan ko'tarilgan. Ya'ni xarakteristika ham konfiguratsiya ham bundan oladi.
mana demo degan database qaysi bor, qaysi nimaga ulangan. Yana buni gruppaga zip qilib tashlab qo'yaman, ko'rib olishlaringiz mumkin. Endi test qilib ko'ramiz. Lekin database error bermaydi. Qaytaran qilmadingiz menimcha. Restart qildingmi serverni? Restart qilmadimmi dedim. Oddiy mashinani restart qilib turaylik. Mana loglar ko'rsa bo'lyapti-da. Network error beryapti, lekin database error bermayapti. Bu run server deb run qilganingizni hisobiga-da. Hozir white restni ham anaqasini ko'raylik. Endi logga qaraydigan bo'lsak, logda bironta ham ya'ni connection bilan bog'liq xatolik yo'q. O'sha networkda to'g'rilab oldi, networkga tushib oldi. Endi failure deyarli 0 ketyapti yog'i. RPS 160. Ya'ni bir vaqtda 160 tagacha connection, ya'ni requestlarni qabul qilyapti. Bu nima degani? Misol uchun, boyagi holat yana aytadigan bo'lsak, bouncer database bilan 30 ta connection qilyapti yoki maksimum kerak bo'ladigan bo'lsa 40 tagacha olib boradi. Klient bilan, ya'ni requestlar bilan deylik yoki jangovarni threadlari bilan 3000 tagacha connection ochib berishi mumkin. Hozir shu yerda white restni ham ko'raylik. Xuddi shu konfiguratsiya bo'yicha white restni run qilib ko'raylik. Stop. Endi 30 desa deb. Ham shu network xatosi, lekin database xatosi emas. Nimani ham bitta ochib ko'rsating, kompyuterni o'zini hozir mashinani nagruskasini. O'sha task manager. RAM 83%, GPU ni ishlatyapti. Yo, bu GPU bu boshqa mana bu. Hozir mana to'xtasam, lekin men to'xtamadimi? Yo'q. GPU boshqa narsa ishlatyapti. Bu yerda hozir demak CPU bilan memory resurslar yetishmayotgani ham men sabab bo'ladi, chunki siz ham bitta kompyuterda turib Docker ishlatyapsiz, hamma servislaringizni run qilib turibsiz-da, o'sha serverda turib yana locust, chunki locust ham qanchadir miqdorda beradi-da. Serverga ham o'zi ham connection ochadi-da. White rest o'zi ham qanchadir nima deyapti. Buni endi o'sha Junicorn bilan ko'rganimizda juda ham optimalniy bo'lardi. Ubuntu serverda. Ubuntu serverda bu server alohida bo'lishi kerak, test qiladigan kompyuter alohida bo'lishi kerak-da. Ana shunda 100% bu yerda rezultatni ko'rsak bo'lar ekan. Lekin qanday oddiy ulanish bilan connection pool ikkalasining farqini realni ko'rsa bo'lyapti. Xo'p, endi tushunarli, oddiy default masalan har bir threadga alohida connection nimasi bilan, ideyasi bilan connection pooling ideyasini hozir farqlarini ko'rib chiqdik. Biz tushundik, oddiy har bitta requestga alohida connection ochib ishlash bilan connection pool orqali ishlashni qanchalik effektivligini mayli ko'rdik. Lekin
biz endi hozir Django'ni o'zida ham connection pooling bor ekan, biz pgbouncer variantini ham ko'rib chiqdik, alohida ya'ni dastur sifatida. Buni endi qaysi birini ishlatgan ma'qul buni? Mana bu joyda hozir. Ya'ni mana bu Django'ni o'ziniki. Django'ni o'zinikini ishlatgan ma'qulmi yoki hozirgi etapdagidek pgbouncerni ishlatgan ma'qulmi? O'zi agar applicationda kichkina veb-sayt darajada yoki umuman faqat bitta application bo'ladigan bo'lsa, ya'ni userlar soni nari borsa 1000 tagacha bo'ladigan bo'lsa, Django'ni o'ziniki bilan cheklanib qolsa bo'ladi. Lekin agar kattaroq tizim qiladigan bo'lsa, agar ya'ni mikroservis yoki load balancinglar qiladigan bo'lsa, ya'ni ikkita uchta applicationda, ya'ni proyektning ikkita uchta instancelari bor bo'ladigan bo'lsa, bu holatda Django'ni o'zini connection pool'i ishlamay qoladi. Chunki Django'ni o'zini connection pool'i o'zi uchun faqat bitta instance uchun ishlab qoladi. pgbouncer ishlatadigan bo'lsak, buni biz alohida serverga ham qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu bitta pgbouncer bir nechta applar bilan ishlashi mumkin bo'ladi va bir nechta database'larni connection ham qilishi mumkin bo'ladi. Misol uchun, mana bu joyda berib ketadigan bo'lsak, masalan, Postgres degan database. Ya'ni bu bir vaqt pgbouncer bir vaqtda o'zida ikkita uchta database bilan ham ishlashni imkoniyatini beradi. Yoki bunday holat bo'lishi mumkin. Demo replika deyishimiz mumkin. Ya'ni bu mana bunaqa qilaylik. Bu nima? Ya'ni pgbouncer bu globalniroq, ya'ni bitta pgbouncer o'zida, ya'ni bu proxy bir nechta applicationlar ular ishlashi mumkin bo'ladi. Django'ni o'zinikida faqat Django'ni o'zi, ya'ni Django'ni o'zi, masalan, Django'ni Junicorn bilan 16 ta threadda ishlatadigan bo'lsak, bu Django'ni o'zini connection pool'i 17-thread bo'lib ochiladigan, bu threadlar o'rtasida connectionni share qiladi. Nima bo'lsa, pgbouncer bo'lsa, bu alohida serverga qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu alohida serverdan connectionni so'rab keladi. Ya'ni umumiy aytadigan bo'lsak, pgbouncerda biz kattaroq tizimlarga, load balancinglar uchun ishlatishimiz kerak bo'ladi. Agar kichkina application bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchilar maksimum 500-100 ta bo'ladigan bo'lsa, biz nimani Django'ni o'zini connection pool'i bilan cheklanib qolsak bo'ladi. Endi tranzaksiyalar haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zi tranzaksiya nima? Ya'ni tranzaksiya biz endi connectionlar haqida gaplashdik. Ya'ni har bitta request agar database'ga ma'lumot yozish yoki ma'lumot o'qish kerak bo'ladigan bo'lsa, connection ochadi dedik. Endi o'sha ma'lumotda qanday tarzda o'qiydi, qanday tarzda yozadi. Bular tranzaksiyalar orqali bo'ladi. Ya'ni connection ochilgandan keyin tranzaksiya boshlanadi. Keyin masalan querylar yoziladi. Keyin querylar execute qilgandan keyin tranzaksiya yopiladi. Ya'ni mana shunday holatda ishlaydi. Agar misol uchun deb keltirilganki begin, ya'ni bu holatda tranzaksiya ochildi, keyin balans update qiladigan yoki insert qiladigan yoki qanday select querylar bo'lishi mumkin. Querylar bajariladi va izidan commit qiladi. Endi Django misoliga o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda ham aytib ketganmiz. Ya'ni Django biz bunaqa deylik. Mana shu Django o'zi tranzaksiyalarni avto commit qiladi. Biz masalan, mana bu holatda yozadigan bo'lsak, bu yerda hech qanaqa hozir database'ga tranzaksiya ketmaydi. Bu holatda faqatgina query set object yaratiladi Pythonda. Ya'ni bitta query set object qilib Pythonda qanchalik xotira ajratadi, lekin bu database'ga connection ochmaydi, database'ga tranzaksiya qilmaydi. Tranzaksiya qachon boshlanadi? Mana bu holatda. Count'ini olyapmiz yoki biz save qilyapmiz, create qilyapmiz, update qilyapmiz yoki bunaqa iterate qilyapmiz list orqali. Xullas, mana shu holatlarda bu database'ga connection ochadi va tranzaksiya qiladi.
keyin database ga bo'lgan tranzaksiya mana bunaqa tartibda bo'ladi. Ya'ni tranzaksiyani begin qiladi, keyin query'larni yuboradi, insert, update, select va keyin commit qiladi. Agar hamma narsa okey bo'lsa, ya'ni xatoliklar yo'q bo'lsa. Agar xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, rollback qiladi. Ya'ni rollback degani nima degani? Misol uchun biz database ga qanaqadir ma'lumotni insert qildik, lekin insert qilib bo'lganimizdan keyin qanaqadir xatolik bo'ldi. Agar xatolik bo'lgandan keyin shu insertni qaytarib oladi. Ya'ni database ga ma'lumotni doimiy yozmaydi. Xullas, tranzaksiya mana shunaqa holatda bo'ladi. Keyin Django'ni tranzaksiyasi avtocommit holatda bo'ladi. Ya'ni biz mana bu funksiyani ishlatdik. Ya'ni bu holatda biz yana backgroundda nima bo'layotganini ko'rmaymiz. Backgroundda Django o'zi avtomatik tranzaksiyadan boshlaydi, query'ni yozadi, keyin izidan srazu commit qiladi va tranzaksiyani yopgandan keyin bu connection'ni uzadi yoki connection'ni qaytarib beradi. Mana bu joyda to'liqroq agar mana create misolini oladigan bo'lsak, o'zi mana qanaqa bo'lyapti. Connection'ni olyapti, keyin tranzaksiyani boshlayapti, keyin Django ORM SQL generatsiya qilib beradi va bu SQLda Postgresga yuboradi. Keyin Postgres o'zi mana query'ni execute qiladi va natijasini qaytarib beradi backendga va keyin backend uni commit qiladi. Va shu bilan commit qilgandan keyin mana shu commit qachonki commit qilsa yoki rollback qilsa, mana shu holatda tranzaksiya yopiladi. Mana tranzaksiya mana bu holatda ochilyapti. Ya'ni buni aytdim, ya'ni Django'da tranzaksiyalar avtocommit turli holatda bo'ladi. Ya'ni biz qachonki get, create, count shunaqa Django'ni funksiyalarini ishlatadigan bo'lsak, o'zi avtomatik tarzda tranzaksiya ochib, commit qilaveradi. Biz uni ko'rmaymiz va sezmaymiz ham. Keyin Django'da yana bitta muhim funksiya transaction atomic degan bor. Bu nima? Ya'ni tranzaksiyalar yoki tranzaksiya bloki desak bo'ladi. Ya'ni bu degani bitta tranzaksiyani ichida bir nechta query'larni qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda agar biz transaction atomicni ishlatadigan bo'lsak, ishlatib ketadigan bo'lsak, transaction boshlandi. Mana shu joyda biz generate SQL mana shu ikkita 3 ta mana shu 3 ta funksiyani qayta qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta tranzaksiya, ya'ni bitta query yuboryapmiz database ga. Ya'ni yana bitta query'ni yuboryapmiz. Ya'ni bitta tranzaksiyani ochib olganimizdan keyin, ya'ni bu gruppa yoki blok ochildi. Ichiga biz select qilyapmiz yoki save qilib ma'lumot yozyapmiz yoki create qilib yangi ma'lumot yaratyapmiz. Hammasini bittada ushlab turadi, tranzaksiyani ichida ushlab turadi. Va keyin oxirida hamma ishlarni bajarib bo'lgandan keyin ya'ni biz mana bu joyda odatda wiz bilan ishlatib ketamiz mana buni. Wiz transaction open qilib, wizda o'zi avtomatik tarzda tranzaksiyani yopib yuboradi. Ya'ni buni transaction atomic bir vaqtda o'zida bir nechta query'larni, bir nechta so'rovlarni database bilan ishlashga yordam beradi. Keyin mana bu ya'ni boya aytdik, har bitta request, ya'ni har bitta request alohida workerda ishlaydi va har bitta worker connection ochadi va o'zini nimasini tranzaksiyasini bajaradi. Misol uchun agar biz connection pool'da ishlatadigan bo'lsak, ya'ni biz connection pool misol uchun bizga
faqat 3 tagina connection bilan ishlashga ruxsat beryapti yoki Postgres o'zi 3 tagina connection bilan ishlashga ruxsat beryapti. 4-chi connection ya'ni 4-chi worker yoki 4-chi request birinchi requestni, ya'ni birinchi boshlagan requestni tranzaksiyasini bajarib bo'lishini kutadi. Ya'ni biz maksimum 3 tagacha misol uchun max connection deylik. Uchta deb deydigan bo'lsak, ya'ni bu nimani bildiradi? Ya'ni biz database bilan faqat 3 tagacha connection qilishimiz mumkin. Bu 3 ta worker connection qiladi va tranzaksiyalar qiladi. Qolganlari kutib turadi. Qanchalik kutish vaqti bor. Masalan, 5 sekundgacha kutib turadi. Agar 5 sekund ichida mana bu tranzaksiyasini bajarib bo'lmasa, ishini qilib bo'lmasa, ya'ni connectionni bo'shatib bermasa, bu xatolik beradi. Databasega ulana olmadim degan xatolik beradi. Shuning uchun tranzaksiyalarni iloji boricha qisqaroq qilishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun biz mana bunaqa ishlatib ketamiz va buni ichiga ko'p querylar, ko'p narsalar yozib tashlaymiz. Ya'ni misol uchun timing select qo'yaylik. 4 sekund. Agar mana shunaqa holat bo'ladi, ya'ni bu men buni prosta vaqt cho'zish uchun qo'ydimda. Bunaqa qilishimiz bizga xatolik bo'ladi. Ya'ni bu databaseda har bitta tranzaksiya boshlanganda databasedagi bitta rowni egallab turadi. Masalan, bu bunaqa deylik. Nimasi bo'lishi mumkin? Masalan, tursak 16. Ya'ni bu nima qilyapti? Databaseda misol uchun get desak, ID Yo'q. Splice qilyapti. Agar biz masalan idsi 100 bo'lgan, ya'ni 100-rowni olyapmiz va uni masofasini o'zgartiryapmiz va save qilyapmiz. Ya'ni bu databasedagi 100-qatorni egallab turibdi bu tranzaksiya. Ya'ni biz boshqa requestimiz kelyapti degan, u ham 100-qatordagi, ya'ni idsi 100 bo'lgan flightni o'zgartirmoqchi bo'lyapti. Lekin u kutib turadi mana buni. Ya'ni birinchi tranzaksiyani kutib turadi. Qachonki bu ishini bajarib bo'ladi, keyin unga o'tadi. Agar bizni tranzaksiyalarimiz mana bunaqa vaqtni oladigan bo'lsa, bu databaseda muammolar keltirib chiqaradi. Endi boshida aytdik-ku, transaction log degan. Shunaqa muammo, ya'ni long bu va tranzaksiyalar uzoq vaqt ushlab turish noto'g'ri bo'lib qoladi. Ya'ni keyin database bu crash qilib qolishi mumkin-da, ya'ni zaproslarga demak javob bermay qoladi. Keyingi zaproslarga tushib qoladi. Xo'p, yana nima masalan? Keyin querylar qanday bajarilishi, uni aytib ketdingiz-a? O'zi Djangoning o'zini query setlari haqida ozroq aytib ketadigan bo'lsam, hozir mana shu holatdagi 3 ta yozganmiz, ya'ni ketma-ket yozamiz. Bu ya'ni har biri alohida tranzaksiya ochmaydi. Bular ya'ni chunki filter, explode, order by bular databasega tranzaksiya qilmaydi. Qachonki boyagi mana bu list, save, count, get mana shunaqa narsalar ishlatadigan bo'lsa, keyin tranzaksiya qiladi. Mana shu uchala holat mana bu holat bilan bir xil. Ya'ni ya'ni hammasi uchun bitta SQL query generatsiya qiladi. Select nimadir. Demak, bu jarayonlar shunchaki klass, ya'ni o'sha
manager klassi, object manager bular. Object manager hali query'ni generatsiya qilyapti. Qachonki siz get yoki list yoki count funksiyasini ishlatganingizda bu query'ingizni bazadan zaпрос berib olib keladi. Qachonki mana shular boshlansa, keyin tranzaksiya amalga oshadi. Hmm. Ya'ni mana bular filter, list, exclude mana shunday holatlarda bular faqatgina query set yaratadi, Python query set object yaratadi, lekin database ga query yubormaydi. Ya'ni database bilan hali aloqa qilmaydi. Qachonki biz uni query setda iterate qiladigan bo'lsak, countini yoki get qilib shunaqa first lastlarni oladigan bo'lsak, keyin u database bilan aloqani boshlaydi. Shuni bo'lib aytib o'tdik. Masalan, bitta query set oladigan bo'lsak, oxiriga misol uchun shuni masalan exist degan qo'yam. Ya'ni bu database ga mana shu holatda endi database ga aloqa boshlanyapti. Ya'ni database ga transaksiya connection ochyapti va transaksiya qilyapti. Agar buni olib tashladigan bo'lsak, bu просто Python objektligicha qoladi. Ya'ni Python query set objektligicha qoladi. Qachonki biz buni qo'shadigan bo'lsak, keyin mana bu jarayon boshlanadi. Transaksiya boshlaydi, ya'ni select query yozadi, ya'ni Django ORM buni raw query ga aylantiradi, keyin uni database ga yuboradi va commit qiladi. Demak biz hozir bu darsimizda asosiy oladigan narsalarimiz demak connection pooling, tranzaksiyalar haqida, Django ORM haqida ham yaxshi anaqalarda aytib ketdi, masalalarda. Demak connection pooling haqida itogi nimasini qiladigan bo'lsak, default holatda Djangoda o'z default holatda connection pooling o'zi ishlamaydi, ham o'zi sozlanmagan bo'ladi. Endi connection pooling 5-versiyadan boshlab chiqqan. Connection pooling eskilarida Django o'zi boshqarmaydi poolingni. Ya'ni bitta zaprosga bitta request ochib oladi o'zi. Default. Eski versiyalarda shunaqa. Bu mana bu Elbek ko'rsatgan konfiguratsiya bu faqat 5-versiyasida уже chiqdi. Bu narsa connection poolingni upravlять qilish, boshqarish. FastAPI'da o'zi default bo'lgan. Bunaqa narsalar bor o'zi connection pooling o'sha SQL alchemy aytib ketildi. Endi masala bizlar bunga ekvivalent sifatida PG Bouncer, masalan Djangoning eski versiyasi bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. PG Bouncer ishlashimiz mumkin dedik. Endi buni hozir mana Elbek ham savol beryapti. Resursni hisobga olmaganda qanday holatlarda PG Bouncerdan foydalanish tavsiya qilinmaydi. O'zi qachon qaysi moment PG Bouncer ishlatish kerak, qaysi moment Djangoning default PG poolni ishlatib ketish mumkin degan agar savol qo'yadigan bo'lsak, monolit bo'lsa, proyekt monolit bo'lsa yoki kichikroq proyekt bo'lsa, unaqa katta nagruzka tushmaydigan proyektlar bo'lsa, biz bemalol Django pool connectionni ishlasak bo'ladi. Djangoning o'zinikini ham ishlasak bo'ladi. Xo'p, qolgan vaqtlarda, masalan, mikroservislarda juda katta nagruzka tushadigan servislarda PG Bouncer qo'yishimiz kerak. Endi PG Bouncer ham qo'shimcha tool, qo'shimcha konfiguratsiya talab qiladi va qo'shimcha resurs talab qiladigan narsa hisoblanadi. To'g'ri, juda ham kichkina edi, chunki bu oddiy proxy, lekin bu ham baribir bitta resurs, masalan, alohida serverga qo'yish kerak bo'lishi mumkin. Resurs talab qiladigan narsa, resurs va alohida konfiguratsiya talab qiladigan narsa. Shuning uchun buni qo'yishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak, o'zi bu ehtiyoj bormi buni qo'yishga? Kerakmi? Bizga shunaqa nagruzka tushadimi o'zi? Ya'ni proyekt ob'yomi shunaqami? Ha, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi biz unga resurs to'g'ri konfiguratsiya qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar yo'q, Djangoning o'zida, to'g'ri, Djangoning o'zida ham yurgizsa bo'ladi. Masalan, Djangoning o'zida ham connection poolingni zo'r nastroyka qilib yurgizsa bo'ladi. Faqat har bitta servisda, har bitta joyda buni to'g'ri tashkil qila bilish kerak bo'ladi. Boyagidek mana Elbek tushuntirib o'tib ketdi. Database bitta, lekin bir nechta Django proyektlardan unga zaproslar kelyapti. Ular buni har bittasi o'zi uchun konfiguratsiyasi yozilganda, ya'ni deylik masalan database ga 50 ta connection ochib qo'yilgan bo'lsa, hammasi uchun 50 ta connection ochib qo'ygan bo'lsa, lekin bizda 3 ta Django servisimiz bor, uchalasiga ham maksimum connectionni biz 50 ta berib qo'yapmiz. Bir-biridan bexabar, uchalasi ham masalan 3 ta developer ishlayapti deylik, 3 ta proyektda uchalasi ham Django'ni Postgres konfiguratsiyasini ko'ryapti, 50 ta nimaga connectionga nastroyka qilib qo'yapti. Uchalasidan ham bir vaqtda katta nagruzka ko'tarilgan vaqtda 150 ta maksimum connection qilishga harakat qiladida, bo'ldi, time out berib, 500 tor berib dumalab qoladi tizimlar. Mana shunaqa momenti bor.
Shuning uchun boyagi bunaqa joyda PG bouncer bo'lsa, nechta servis bunga zaпрос berishidan qat'iy nazar u o'zi boshqaradi. O'zi flexible, o'zi boshqarib ketaveradi connectionlarni. Database bilan connectionni. Iloji boricha hech qachon jangoni o'zida mana bunaqa holatda qoldirmaslik kerak. Ha, bu connectionlarga hamma production serverlarda bu connection poolga juda yaxshi e'tibor berish kerak. To'g'ri, bu yerda hozir endi tizimni productionga tayyorlash mavzusi o'zi juda katta mavzu o'zi. Masalan, bu yerda katta RPS ga chiqarish uchun o'zi nimalar qilish kerak? Bu uchun juda ko'p faktorlar borda, bir-biriga xalaqit beradigan juda katta ko'p faktorlar. Bu biz hozir bitta yaxshi mavzu bu. Database bu o'zi eng katta mavzu bu yerda. Bu yerda eng hozir bitta katta faktorni hozir ko'rsatib o'tdik bu yerda. Connection pooling mavzusi orqali biz ko'rsatib o'tyapmiz. Keyingi darslarda biz yana hali ularni ko'rsatib o'tamiz. Yana qanaqa faktorlar bor? Masalan, query'ni o'zini optimizatsiya qilish bo'yicha ham bo'lishi mumkin. Network muammolari bor bu yerda. Resursni qanday boshqarish, masalan, konfiguratsiyalar qanaqa to'g'irlash. Mana shular bo'yicha ham yana darsda davom etamiz. Yana savollar bormi? Aynan shu connection pooling yoki transaction mavzulari bo'yicha. Connection pool yaratayotganda iloji boricha mana bunda e'tibor berib ketish kerak, ya'ni pool size-ni. Yoki mana bu reserve pool size bu maksimumgacha qanchagacha borishida. Biz database'imizni misol uchun ko'rdik, 50 ta bor edi. Shuni mana bu iloji boricha 50 tadan oshib ketmas kerak. Agar 50 tadan oshadigan bo'lsa, ya'ni database connection timeout error berib qoladi. Yoki maksimum client limitni shunaqa xatolik berdi-ku, shunaqa database xatolik berib qoladi. Joyini e'tiborli bo'lib ketish kerak. Xo'p, hozir endi ko'p narsa mana real case'larda ham testlandi. Bu hozir baribir realni to'g'ri test emas, chunki hamma bu yerda bitta kompyuterda testlab ko'rilyapti. Shuning uchun biz ham deganda Windowsda biz Docker ko'tarib testlayapmiz. Bu yerda mana shunaqa faktorlari bor. Buni o'zlaring o'sha imkon qadar bitta alohida serverda, o'sha proyektlarda, dev serverlarda qo'yib turib, Junicorn bilan biz Junicorn o'rniga hozir White endi ishlatib ko'rdik. Junicorn bilan ham buni test qilib turib, realni rezultatini qarab ko'rsalaring bo'ladi. Ya'ni bir farqini aynan bu qanday holatlarda kerak. Locust ishlatish kerak bu yerda, o'sha katta nagruska berib testlab ko'rish kerak connectionlarni. Xo'p, agar savol bo'lmasa yakunlaymiz. Yo'qmi? Degan savollar. Hammaga rahmat. Rahmat. Keyingi etaplarda yana ko'rishamiz. Elbekka ham Sizlarga katta rahmat. foydali bo'ldi. Katta rahmat.